hurmatli kuzatuvchilar, ömürlerine salam aldık mana. Saatimiz azanlı 7'den 40 dakika o'tdi. Kat yolumuzni yağıp aldık. Yanlış yarayan mana. Angren ko'mirni hakasiga ishlayapti hozir. Yantık 10 minutlik oldu qo'shganimizga. Hurmatli kuzatuvchilar, yaqqanimizga yarım saatlik oldu. İşlerlerde ko'ramiz mana. Çep hamamızda birinchi tochka. Birinchi tochkalar fonga qizib bo'libdi. Hanımızda da ikki tomonlama ketgan bu. Batareyalar qizib bo'libdi. İkinci bataryamız buna. Aslında hem kep vardı. Ahırga poçkamiz. Onu ahırga poçkagacha keldi mana. Bunu keldi. Üstü polni podaç Yaponiya bo'ldi. Yo'q, buni buzlaton yoqayotgancha. Uchinchi liniyamiz bu. Bu joy ko'hna bo'ladi ekan. Bu joy hammom bo'ladi ekan. Mana ajoyib bu qizdi. Turgandagi. Hurmatli kuzatuvchilar, yaqqanimizga yarım saat bo'ldi. Xonadonimiz kichkina emas, 300 kvadrat xonadon. 250 mi 300 mi? 255 kvadrat xonadonga yarım saatga yetar etmay, polni obratkalarga ham issiq keldi mana. Yana 10 minutda xudo xolasa ushab pomidon bo'ladi hamma joyi. Endi ko'mirimizdan hech qancha ketmadi mana. 1,5 qop ko'mirdan. Bilmadim qancha ko'mir ketgan edi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, eng qiziq joyi, dimoxodda hech qanday tutun yo'q. Tomoshabonni bezovta qilmaysiz. Faqat yo'lning yonib turishini aylanganing yonishini qarang. Yonib turibdi mana. Hech qanday tutun yo'q mana bu. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Amudaryo tumani Qipchoq mahallasine qo'ygan kat yo'limizni sinab ko'rdik yog'ib. Mijozimiz kat yo'ldan davolim bo'ldingizmi? Va. Endi buning eng qiziq joyi bor. Hammaga ham qiziq bo'lib turibdi, shuni aytsangiz. Bu sistemani ishlash uchun qancha pul ketdi sizdan? Shu 35 milliondek ketdi. Hurmatli kuzatuvchilar, kat yo'lga qiziqib yurgan mijozlarimiz, kat yo'limizning o'zi 18 million so'm bo'lgani uchun hamma otobinlar, ichkaridagi otobinlarga usta haqqi, nasos, hamma narsa 18 millionlar atrofida bo'lgan. 35-36 millionlar atrofida uyning ichi polni hamma narsasi bitdi. Dimoxodi, hamma narsasi bitdi. Faqat ko'mirni yoqsangiz bo'ldi undan keyin. Kimga ana shunday xizmatlar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangus shahri, ishlab chiqarish seximiz eski paxta zavod ichida. Telefon nomerlari 97 789 6700. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham yaxshi videolarni tayyorlab sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Videolar yoqqan bo'lsa, bir like bosib qo'ying. Kimga shunday katyollar qiziq bo'lgan, kimga kerak bo'lganini bilib eshitib yurgan bo'lsangiz, shu videomizni tashlab qo'ying. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariylarda izoh qoldiring, savollaringizga javob beramiz.